Rangdar böre. Burunqi zamanda qora ranglik bir böre bar ishkan. Ammo u o'zining rangini faqatla yaxshi ko'rmaydi ekan. Shunga u o'zining rangini o'zgartmoqchi bo'pti. Dushanba böre yeşil rangga o'zgarmoqchi bo'pti. Shuning bilan böre yo'g'on chelakda yeşil sir akilib, badanini yeşil sirda sirlabdi. Badanidagi sirlar qurg'andan keyin böre aynakka qarab, "Voy onimay, men nimondoq sut bo'lib qoldim. Men bir yo'g'on paqaga o'xshab qoptiman-g'u. Bu faqat chiroyli bo'lmabdi", debdi. Seyshanba böre cho'ng'opis to'qib bergan qizil ranglik po'payka bilan qizil ranglik ishton paypoq kiyyapti. U amdi qizil rangga o'zgaribdi. U aynakka qarab turib, "Voy, men bir Rojdestvo buvayga o'xshab qoptiman-g'u. Men Rojdestvo bayramini yoqtirmayman. Bu rang menga faqatla moslashmabdi", debdi. Çarşamba böre bir dehqonning uyiga o'g'irliqchi kirib, beg'idagi hol rang atirgullarni uzibdi va atirgulning barglarini badaniga choplabdi. U hamdi hol rangi o'zgaribdi va aynakka qarab, "Voy, men endi bir malikiga o'xshab qoptiman-g'u. Men bu hol rangni yaxshi ko'rmadim", debdi. Payshanba böre vanadagi muzdek suga o'zini etibdi. Su bey soğuq bo'lg'ashqa böre to'nglig'idan ko'kirib ketibdi. U bey to'nglab ketgachga dir-dir titrab, tishlarini kosildatib turib, "Bey to'nglab ketdim. Bu ko'krang faqat yaxshi emaskan", debdi. Cuma böre bir sivet apelsin yepti. U yana apelsin postlarini badaniga choplabdi. U barliq apelsin postlarini badaniga choplab bo'lgandan keyin aynakka qarab, "Voy onimay, men yaqindan qarasa bir yo'g'on savziga, yiroqdan qarasa bir tulkiga o'xshab qoptiman-g'u. Bu rang menga faqat yarashmabdi", debdi. Shanba böre bir loy gulchakka o'zini etibdi. U butunlay qo'ng'ir rangga o'zgaribdi. U aynakka qarab, varqirab turib, "Ah, men endi hech nimaga o'xshamaydigan noiti sat bir maxluq o'xshab qoptiman-g'u. Butun badanim qichishib, meni beoram qilgani oz deb sisiq puroqchu tixi. Bek ko'nglimni ilashtirdi. Bu faqat yaxshi bo'lmadi", debdi. Yakshanba böre ovlig'i chiqibdi. U uxlab yotgan bir tozni tutibdi. Uning paylarini yulib ilib, o'zining badaniga choplabdi. U aynakka qarab, "Ohoy, men nima degan kelishgan böre, ha?" debdi. Bu qitim uni jih böre qizlar yaxshi ko'rib qopti. Ular börining atrofida cho'rgilab, uning oromini buzibdi. U, "Hey, men nima degan bechora bördurman? Bu rangarang turqimmi meni faqat xush qilolmadi", deb nola qipti. Shu kuni kechda börining o'z-o'ziga pek ochiq kelib, "Hech qaysi rang menga moslashmaydi ekan. Na yeshil, na qizil, na hol, na ko'k, na qizg'uch seriq,
nə qoңur. Mən heç birini yoqturmadım. Mening yanıla muş qara rənglik halatim ən chiroyli işkən, depdi.